Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qozonimizni ham yaxshilab yuvib chayib oldik. Bir qator yaxshilab yuvdik. 3-4 marta chaydi. Endi sizlar bilan birgalikda yog' solamiz. Qilayotgan ovqatimiz quyon go'shtidan qozon kabobga o'xshab dimlama qilamiz xudosi. Jar ko'p. Shuning uchun ko'proq yog' soldik. Ya'ni bir chini bilmayman qancha keladi. O'lchashga vaqtim bo'lmadi, lekin qozonda qilayotgan uchun kartoshka qovuramiz, piyozlarni, quyon go'shtlarini yaxshilab qovurish uchun albatta yog' kerak bo'ladi. Shuning uchun bir chin yog' boshladik. Qani bismillah deb boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zi xayrli barakotli qilsin. Biroz shunaqa tizildi. Qozonni yaxshilab yuvdik. Bir qator quritib oldik, ba'zi ozmoq shunaqa bo'lib turadi qozonda. Xo'sh. Asosiy masalalarimiz kartoshka, yog'da yaxshilab jizillatib, olovni sal pasaytirib olgani, piyoz va bizim marinovka qilgan quyon go'shtimiz. Ranglari ham juda chiroyli bo'ldi. Taxminan 8 soatga yaqin marinovkamiz turdi. Juda yumshagan bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu quyon go'shtimizni solishdan oldin tarelkaga olamiz, suv bilan sergitib. Chunki yog'ga suv aralashganda chachrashi mumkin. Birinchi kartoshkadan boshlaymiz. Buni ham yog'imiz dog' bo'lsa, xudo xolasa. Meni nazdimda biroz kamga o'xshayapti yog'imiz. Ko'ryaptimi sizlarga? Bir cho'michdan oshiqroq qo'shimcha qo'shamiz yog'ni. Yaxshilab dog' qilib olib, keyin kartoshkadan boshlab solamiz. Kartoshkamizni 4-5 ta qilib solib, oz-ozdan qizartirib olamiz. Yaxshilab qizargandan keyin biroz yana yog'da qizdirib, go'shtimizni solishni boshlaymiz. Ovqatni o'choqda qilishda eng bitta zo'r tomonlaridan ko'rishingiz mumkin, yaxshi olovda pishirganim uchun kartoshkamiz darrov qizardi, chiroyli bo'ldi. Buni garelkada yoki oddiy propanda qiladigan bo'lsangiz bunaqa effekt bermaydi. Qolganini ham solib chiroyli qilib ko'rsatamiz. Olovimiz yana biroz 20 sekund tursa yetadi. Yana o'ziga yaxshilab kelib oladi. Va qolgan kartoshkalarni solamiz. Bu ham bir pasda chiroyli bo'lib qizarib chiqadi. Qizarishda ehtiyot bo'lasizlar, ja kuydirib olmaysizlar. Sal o'rtacha qizarsa yetadi, qolgani dimlanganda pishadi. Olov yaxshiligi uchun mana darrov vaqirab yog'larimiz qaynayapti. 2 minut, 2,5 minut tursa yetadi. Yana bir gap, doim tuz solish esingizdan chiqmasin. Men odatda yog' tashlagandan keyin dog' bo'lishiga 2 qoshiq choy qoshiqda tuz solib olaman ovqatni boshida. Albatta bu ovqatlarimizni tuzsiz bo'lib qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Ovqat davomida ovqatga qarab, o'zini me'yoriga qarab tuzlarni solib boramiz. Ko'rishingiz mumkin, birinchi etapimiz tugadi. Albatta kartoshkalarimizni yaxshilab qizartirib oldik. Endi go'shtlarimizni bir qator suvdan chiqarib, alohida tarelkaga solamizda, keyin qozonga solamiz. Nima ham derdik, ro'zani kunida iftorlikka juda ajoyib shirin ovqat bo'ladi. Xudo xolasa bitta quyonimiz so'yganmiz, 2 kilo 300 vazn qilgan 6 oylik quyonimiz, enzibi quyonimiz so'ydik. O'zimizni xo'jalikda o'sgan chiroyli yaxshi yemlar deb halol pok eko go'sht so'ydik. 2 kilo 300 chiqdi. Jigarlarini olib qo'ydik. Va go'shtni 2 ga bo'ldik. Qozon kabobga alohida go'shtni yaxshi joylarini ajratdik va suvayli sho'rva joylarini yarmini ajratdik. 1 kiloga yaqin joyini olib qo'ydik sho'rvaga. Saharlikka sho'rva tashlasak, iftorlikka mana bitta dasturxonda oilaviy maza qilib yeydigan go'sht bo'ladi, xudo xolasa. Quyon go'shtimizni ham solamiz. Video davomida kuzatib boringlar. Xo'sh, go'shtimizni marinovkadan olib oldik. Ozgina suv qoldi. Mana shu turishi ham juda chiroyli qizarib, zo'r ta'm berdi. Hidiga alohida gap bo'lishi mumkin emas, perfekt desa yarashadi. Bu go'shtlarimizni ham 3 ta qilib chala qovurib olamiz. Chala qovurib olgandan keyin piyoz, oqcha yog'imizni olamizda. Bu yerda menimcha bir 2 cho'mich yog'imizni oqcha soldik, yaxshilab jizillab pishish uchun. Quyon go'shtlarimizni 4ta qilib kartoshkani singari chala qovurib olamiz. Chala qovurib olgandan keyin oqcha yog'da olib, birinchi go'sht solib, piyozni solib yaxshilab qovurib olganimizdan keyin go'shtni yana qaytarib olamizda. Qozonga birinchi kartoshkani terib olib, ustidan go'shtni terib dimlab qo'yamiz. Va ozmoz peripravasdan, marinovkasidan solib qo'yishimiz mumkin. Videoga olgani odam bo'lmaganligi uchun maksimal darajada harakat qilyapman. Yaxshi iloji boricha ko'rsatishligi, aybga buyurmaysizlar albatta. Quyon go'shtlarini solib,
qurilish joyidan ham qisqacha videolar ulashamiz. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin. Ikkita qo'rib oldik va birdaniga solib qo'ya qoldim. Qarasam, olov baland. Ikkita qilib sola, to'rtta soladigan bo'lsam, tez pishib kuyib ketish ehtimoli bor. O'shaning uchun hammasini so'yib solib qo'ydim. Bu bir me'yorda pishishiga yordam beradi. Olovimiz baland, yog' yaxshi qizigan. O'shaning uchun bitta yoki to'rtta qilib soladigan bo'lsa, tez qo'g'irib olish mumkin. Mana birinchi solganimiz ko'rishingiz mumkin, qizarib pishgan. Bu oshcha olov, baland olovda pishsa ham bu quyonimizni pishirayotgan ovqatimizni mazasini buzishi mumkin. O'shaning uchun biz sizlarga iloji boricha suvli qilib, yumshoq qilib pishirishga harakat qilamiz. Mana birinchi solganlarimizni ko'ryapsizlar. 3 minut, 4 minut qo'g'irishini o'zida yaxshilab qo'g'irilib ketdi. O'shaning uchun qolganlarini ham soldik. Kuzatishda davom etinglar, xudo xohlasa chiroyli bo'lib pishyapti. O'zi marinovka qilgandan keyin qozonda pishirmasdan duxovkada ozgina mayonez aralashtirib pishirib qo'ysa ham bo'ladi. Ozroq keyin perkira va ozmoz tabga qarab un solib yaxshilab uni ham xudo xohlasa keyingi videolarimizda duxovkada ham bir pishirib ko'ramiz. Oyoqlaridan, go'shtli joylaridan bir quyon go'shti chiroyli qilib marinovka qilib duxovkada pishiramiz. Odatda tovuq go'shtini oyoqlarini shunaqa qilib pishirsanglar bo'ladi. Shuni singari aylantirib turamiz. Bitta joyda bir tomoni kuyib ketmasligi uchun. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin. 30% chala yaxshilab qo'g'irib oldik. Baland olovda kartoshkalarimiz tayyor. Piyozimiz bor. Endi kartoshkani bir qator solib turib, uni ham chala yana boshqatdan qo'g'irib, ustidan piyozni solamiz. Keyin go'shtimizni solib, bir qator qovuramiz. Yog'i o'zi normada ekan, oshcha yog' olmadim. Keyin tabga qarab, sal mo'shniroq bo'lishi uchun ozroq marinovkasidan solishimiz mumkin. Qani sizlar bilan birgalikda kartoshkamizni solamiz. Yog'imiz o'rtacha, yaxshi. Kartoshkani sizlar bilan birgalikda solsak. Soldik. Buni bir qator yaxshilab jizillatib olib turib endi. Keyin go'sht solamiz. Albatta ovqatga piyoz ham o'zgacha bir maza qo'shadi. O'shaning uchun ikkita katta piyozimizni to'g'rab sovib oldik. Kartoshka bilan chala qo'g'irib turib, go'shtlarimizni ham sovib olamiz xudo xolasa. Haqiqiy quvvatga boy qozon kabobga o'xshab quyon go'shtlarimiz pishyapti. Buni yegandan keyin albatta immunitet ko'tarib, oldingidanda yaxshiroq quvvatga chiqishingizga kafolat beramiz albatta. O'zimiz 1-2 marta pishirib yedik. Tajriba qilib ko'rdik. Quyon go'shtini yegandan keyin albatta sog'lig'ingizga, quvvatingizga foydasi bo'ladi. Oz bo'lsa-da o'zingizga yaxshi his qilasiz. Ayniqsa parhezning tez hazm bo'ladi. Albatta biz bilmagan bir qancha mineral vitaminlari bor. Boshqa misol mol go'shti, qo'y go'shtiga qaraganda qo'shimcha mineral ozuqalari bor. Demak, sizlarni ko'p kutilmagan holatda go'shtni ham solamiz. Qaytadan go'shtimizni solib oldik. Bir qator yaxshilab aralashtirib olamiz. Va shu tariqa oz aralashtirib 15 minut qo'g'irsak, keyin asosiy ish dimlashda bo'ladi. Yaxshilab dimlab pishiramiz. Qozonimizni ham dimlab oldik. Tayda olovni biroz pasaytiramiz. Shunday qilib, boshida 10 minut kavlab turib, keyin 20 minutga dimlab qo'yamiz. Qozonimizni ham yarim cho'mich suv solib dimlab qo'ydik. Shu turishda eng kami 40 minut, yo'q bo'lmasa bemalolchilik bo'lsa 50 minut dimlansa past olovda. Ovqatimiz singib yana ham shirin bo'lib pishadi, xudo xolasa. Pishgan joyida ham bitta video qilib ulashamiz. Ozroq suv solgandan keyin 10 minutda bir kavlab turamiz. Suvni oz-moz tortib olgandan keyin olovni pasaytirib dimlaymiz, xudo xolasa. Oradan mana 45 minut oldi. Xudo xolasa soatlarimiz 5:56. Iftorlik vaqtimizga ham xudo xolasa 10-15 minut vaqt qoldi. Iftorlikdan bir 5 minut oldin
ovqatimizni suzamiz, xudo xohlasa. Ovqatimiz ham mana pishdi. Og'izlarni ochib oldik. Xudo xohlasa ozgina tayin isitish uchun karobka yoqdik. Ovqatlarimizni endi solamiz. Sizlar bilan birgalikda qani ko'rib baho beramiz ovqatga. Juda go'zal. G'oyatda bitta suvliroq qildik. O'zi yog'i yaxshi edi. Albatta non tekkizib yegani so'lli bo'lishligi uchun. Buni endi ovqatimizga solamiz. Qani sizlar bilan birgalikda ovqatimizni solamiz. Albatta bunga ozgina suvlarni solish uchun cho'mich kerak bo'ladigan, ozgina kelib oladigan bo'lsak. Qani operator yaqinroq olib keling-chi. Biz yordam cho'zsa va nihoyat kelib qoldi. Ertaroq kelmadi. Ertaroq kelganda albatta yana ham chiroyli sifatli video qilardik. Suvlarni ko'ryapsizlarmi? Nihoyatda chiroyli bo'ldi. Albatta o'zini havoga dimlaganinglar ham chiroyli chiqadi. Bu yoqda qozonni. Buni albatta yeb bahosini beramiz, xudo xohlasa birgalikda. Video uzayib ketmasligi uchun o'rtasida pauza qilib turibmiz. Pauzani uzamiz. Iloji boricha tezroq gapirishga harakat qilamiz. Video 15 minutdan oshib ketadigan bo'lsa, yuklashda muammo bo'ladi. Ranglarni ko'rishingiz mumkin, nihoyatda chiroyli chiqdi. Albatta marinovka qilganimiz uchun ham qovurib ovqat qilgan uchun qizil rang ko'proq bo'ldi. Albatta mazasini ko'rib baho beramiz. 2 soat, 3 soatlik mehnatimizga mahsul yetib keldi. Mana ovqatlarimizni soldik. Albatta yoniga suzma bor, sok bor. Endi birgalikda sizlar bilan baho beramiz. Bismillah deb boshlaymiz. Agar boshdan albatta oilamiz bosh ota-onani ham olib qo'ydik. Endi sizlar bilan birgalikda buni bahosini beramiz. Mazasini qani. Bismillah. Salkam 3 soat bo'ldi. Qani buni kartoshkasini ham ko'rib baho berishingiz mumkin. Yaxshi pishdi, nihoyatda yumshoq. So'llaridan olib birgalikda qani yeb ko'ramiz. Ishtahingiz ochilgan bo'lsa albatta o'zi solaymiz. Bismillah qani. Nihoyatda peri-perani marinovkani ta'mi chiqibdi, yumshoq. Buni mazasini tushuntirib bera olmayman. Albatta kelib bir marta yeyishinglarni tavsiya qilaman. Nihoyatda shirin. Uylarda sizlar ham shunaqa yumshoq bo'lgan qon go'shtdan yesanglar, albatta bu ham immunitet, ham cho'ntagingizga daromad, o'zingizlar xo'jaliklar sveji chiqib tursa. Yaqinroq olib kelib ko'rsating, buni yumshoqligini qaranglar. Oddiy mana vilkada ko'rishingiz mumkin, titalanib ketadi. Nihoyatda yumshoq mana. Albatta sochni mo'shni bo'lib chiqqan. Suvliligi, mazasi juda og'izda qoladigan bo'libdi. Albatta ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sizlarga manfaatli bir yaxshi video ulashga harakat qildik. Kelgusida yanada chiroyli montajni qilish jarayonlarini ham yaxshi videoga olib tushirishga harakat qilamiz. Videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, bizni YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. O'zimizning mini konchilik fermamizdan quyonlarni yetishtirish va ularni so'yib borish jarayonini ham qo'yamiz. Sog' va salomat bo'linglar.